Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Sizlar bilan Isroil Sharaf, sizlarga ijroligimdan ko'rib turganimdan juda ham xursandman. 2-noyabr haftaning yakshanba kuni mana bugun sizlarga Samarqand moshina bozoridan trekker narxlarini taqdim qilamiz. Aziz obunachilar, albatta boshidan to oxirigacha ko'ringlar. O'zingizga yoqgan turdagi trekkerlarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Trekkerlarda har xillardan metanligi, propanligi, navorotligi, navorotsizi, pullari har xillardan bo'ladi. Albatta ko'rib bemalol boshidan oxirigacha ko'rib aziz yoqqanini bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Albatta mana shu chiroyli mehnatimizni bir dona layklar bilan qo'llab-quvvatlab tursangiz biz juda ham xursand bo'lamiz. Layk bosish tekin aziz do'stlar, sizlar qancha ko'p layk bossalaringizga biz shundan aziz do'stlar motivatsiya olib ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Hammalaringiz aytgan maoshlaringizdan albatta qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Sizlarga yaxshi kaftilagan holda biz videomizni boshladik. Kommentariyada albatta o'z fikringizni yozib qoldiring. Trekkerlardan ko'rsatamiz. LTZ qorasidan aziz obunachilar, oq rangidan, qora rangidan arxalardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Ablisovkalargacha polni qo'yilgan ekan. Ko'rib bitta baho berasizlar. Qora rang LTZ trekker. Xo'p, ishlarini ochib qo'ygan ekanlar. Tozagina, akkuratgina holatda bo'lib turibdi mashin. Balonlariga kelsak, zavodskiy o'zini disk balonlarida ekan. Xo'p, beskuluchoy do'stlari, hamma narsasi bor. 37 ming yurgan ekan mashin. Kraska qanday aka? Kraskasi top-toza, umuman kraskasi yo'q deyapti. Ichlari mana salon qismlari ham tozagina, akkuratgina holatda. $15,500 narxlanyapti. Ozgina yana hay o'tib beramiz 15,500 dan dedilar. Buni olsak agar Gentrani puliga bo'lyapti hozirda trekkerlar. Albatta aziz obunachilar, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Xo'p, orqa qismlari, bagajlari, zapaska balon, hamma narsasi bor, kamchiliklari umuman yo'q. Kraskasi radnoy ekan. LTZ'si. Buni oqdan ham qo'yamiz, qorasidan mana qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Xo'p, 15,500 dan savdosi bor. Variant vikublarga ham gaplashsa bo'lar ekan, barterga ham gaplashsa bo'ladi deyaptilar. Telefon nomerini aytib o'rasizmi aka? 99lik 217 88 44. Salomat bo'ling. Trekkerlardan ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, 2023-yil trekkeri qora rangidan qo'ldan kecha har xillardan sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Albatta ko'rib baho beraverasizlar. Videomizda aziz obunachilar har xillardan bo'ladi. Xo'p, oldilari ko'rib turayotganlaringizdek nima qilingan, black qilingan. Xo'p, diska balonlari zavodskiy holatda turibdi. Paroklargacha uстановka qo'yilgan ekan. 2023 primeridan lyuk hamma narsasi bor. Beskuluchoy do'stlar. Salon ishlari bilan ko'rsatsak, uni salon ishlari ham mana yaxshi holatda. 66 ming yurgan ekan mashin. Evakor poliklar tayyorlab qo'yilgan. Zavodskiy o'zini chexollarda bo'lib turibdi. Panorama tom. Qismlari, ishlari ham tozagina, akkuratgina holatda. Holati yaxshi ekan aziz obunachilar. Hozir kraskalarni aniqlab beramiz. Xo'p, video registrator hamma narsa qilib qo'yilgan ekan. Bagajlari qulaylik, gaz bormi yo'qmi? Nima deysizlar? Mashin benzinda ekan, gaz qo'yilmagan, zapaska balonlari hali даже tushmagan ekan. Holati yaxshi. Kraskasi ham radnoy bo'lsa kerak, hozir bitta bilamiz akadan. Kraskasi qanday? Aka, kraskasi qanday? Tozami? Top-toza. Kraskasi top-toza. Puli qancha deysiz aka? 17 ming so'rayapti. 17 ming so'ralyapti. Savdosi bor-a? Ozroq o'tib beradigan joy. Ozroq o'tib beradigan joyi bor debdi. Variant Vikuban bormi aka? Bor, kelishadi. Gaplashsa bo'ladi. Barterga ham gaplashsa bo'ladimi? Telefon nomeri aka? 99lik 217 88 88 44. Telefon qilaverasizlar akaga. Trekkerlardan ko'rsatamiz. 2023-yil trekker aziz obunachilar, metan gazlargacha uстановka qo'yganmiz deyaptilar. LTZ'sidan ko'rib bitta baho beringlar. Aytganimdek, mana sizlarga metanligi, propanligi, navorotligi har xil trekkerlardan qo'yib boryapman. Albatta boshidan oxirigacha ko'rib, bemalol akalarga aloqaga chiqaversa, albatta narxlarini chiroyli qilib berishadi. Parok, turtdi yumshoq balon, metan gaz, oldi даже to ablisovkalargacha ham qo'yilgan ekan, tayyordan ekanda trekkerchani. Metan gazcha bo'lsa, mazza qilib haydab yuraverasizlar aziz obunachilar. Bemalol ko'rib baho beringlar. Oq rangidan beskuluchoy do'stlari bor. Xo'p, parokchalar, poliklar tayyorlab qo'yilgan. 57 ming yurgan ekan mashin. Salon ichlari ham mana tozagina, yaxshigina holatda bo'lib turibdi. Ichlari, salon qismlari mana bemalol baho berasizlar. Holati yaxshi, navorotlari bor. Faqat olish kerak, mazza qilib minish kerak aziz obunachilar. Xo'p, bitta bagajlarni ko'rsatib o'tsak, qani metan gaz qaranglar. Orqada mana metan gaz turibdi. Bu yerda zapaska balonlari, lekin trekkerga metan gaz aziz obunachilar. To'g'risi vahshiy gapsiz bo'lishi mumkin emas. Xo'p, kraska qanday aka, tozami? Kraskalari toza. Pulini qancha dedingiz aka? 15,400 savdosi bor, ha?
necha pullargacha beraveramiz aka naqdiga? 15200 largacha beraveramiz deyaptilar. Xo'p, variant Vikon bo'lsa bo'ladi, aka, bo'laveradi. Telefon nomeri aka? 93lik 228 38 30 telefon qilaverasizlar. Trekker so'ragan obunachilarimiz uchun polni navrot qilinganidan aziz obunachilar bitta ko'rib baho beringlar. Polni navrot qilingan qora trekker tonirovkalarga ruxsatlar olingan, shuma izolyatsiyalargacha qilib qo'yilgan ekan, tayyorganida olasizlar, mazza qilasizlar va paroklar ham uстановka qilib qo'yilgan. Qancha yurgan aka mashin? 96 ming ha? 36 ming yurgan ekan mashin, hali yurgani kam. 36 ming probeg, bemalol ko'rib baho beringlar. Ruxsatlarga chop qo'yganmiz deyaptilar. 4 ta yaxshi yo'lka balonlarda va zavodga o'zim diskalarda turibdi. Parok va 4 ta eshigi shuma izolyatsiya qilib qo'yilgan. Beskuluchoy dostуп, hamma narsasi bor. Ichlari bilan bemalol baho beringlar. Ichlari salon qismlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Panorama tom. Ichlari mana bemalol baho berasizlar. Poliklargacha tayyorlab qo'yilgan ekan. Xo'p, orqa qismlar bilan ko'rsatib o'tamiz. Mashin benzinda, aka, gaz qo'yilmagan hali. Mashin benzinda va taglarigacha polni shum izolyatsiya bo'lgan. Xo'p, puliga kelsa agar 17 ming dollar narxlanyapti. Kraska qanday aka? Radnoyim kraskasi toza. Qanchagacha beramiz agar naqdga shtirga? Shtirga bo'lsa 16700 gacha beraveramiz debdilar. Albatta akaga aloqaga chiqinglar. Mana narxini chiroyli qilib beramiz debdilar. Variant Viko'bi bormi yo'qmi aka? Gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeri aka? 93lik 38 68 61. Salomat bo'ling. Trekkerlardan ko'rsatamiz aziz obunachilar, 2023-yildan premyeradan ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Ranglarini ham har xillardan sizlarga qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Albatta har xil trekkerlar bo'ladi. O'zlaringizga yoqganini bemalol tanlab olaverasiz va narxlari ham har xil bo'ladi aziz obunachilar. Bu premyera 2023-yildan bemalol ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Xo'p, zavodga o'zim diski balonda turibdi. Aka, mashin benzindami, gazdami? Benzinda. Xo'p, chexol polik qo'yilgan. Ichari salon qismlari xarajat yo'q nasib bo'lsa aka. Motor hadovoy hammasi zo'rali deyman. 22 ming yurgan ekan hali. 22 ming yurgan, chexollar hali yangi. Mashina o'zi yangi aziz obunachilar, zo'r holatda turibdi. 22 mingga yurgan. Eshiklarigacha hali zo'r holatda ekan. Xo'p, chexol polik hamma narsasi bor, kamchiliklari yo'q. Ichlari faqat bitta gazchani qo'yib olsalaringiz bo'ldi aziz obunachilar. Xo'p, orqalari. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 17300 so'rayapti. 17300 dollar so'ralyapti. Necha pul qilib beramiz aka obunachilarga, naqdga, shtirga? O'tib beramiz. Qancha bir 16800 larga beraveramizmi aka? To'ppa to'g'ri qilib beramiz. To'ppa to'g'ri qilib 17 ga beraveramiz deyaptilar aziz obunachilar. Nima deysizlar? Albatta akaga aloqaga chiqinglar, har xil ranglardan qo'yib borishga harakat qilyapman. Ha aka, telefon qilsa sal-pal o'tib berasiz 17 dan bo'ladimi? 17 qilib beramiz. 100-200 o'tib beramiz, nima deydi? To'ppa to'g'ri qilib beramiz. Bu variant Viko'bi ham bormi yo'qmi aka? Bank qilib beramiz. Bankka beriladi faqat. Telefon qilsa ag'in gaplashamiz. Variant Viko'bi nimasi bo'lsa. Telefon nomeri aka? 95lik 556 11 Salomat bo'ling. Aziz obunachilar, mana yana bitta qora trekkerdan ko'rsatamiz. LTZ'si. Bu ham navrotlar qilib qo'yilgan ekan, oblisovkalari qilingan. Paroklargacha uстановка qilib qo'yilgan ekan. Aka, benzindami, gazdami mashin? Propan 4-pokoleniya qo'yilgan ekan. LTZ'si qop-qora rangda aziz obunachilar, ko'rib baho beringlar. Beskuluchoy do'stlari bor. Yo'qlarga ahamiyat bermanglar. Bu o'z artyaptilar mashinda, yaltirashi uchun ekan. Xo'p, ichlari, salon qismlari, laminatsiyalar, chexollar hamma narsa qilib qo'yilgan ekan. 41 ming yurgan ekan mashin. Tomlarigacha qoraytirib qo'ygan ekanlar, brat. Juda ham zo'r chiqibdi ekan. Ichlari mana salon qismlari ham tozagina, akkuratligina holatda. Lekin navrotlarni zo'r qilibdilar aka. Tayyorgina ekanda mashin. Xo'p, orqalari bilan ko'rsatamiz. Kraskasi tozami aka? Kraskalarigacha toza mashin. Xo'p. Bagajlarni ko'rsatib olsak, propan gaz va zapaska baloni ham hali daja tushmagan. Aziz obunachilar, mana shuni ham bosib olsalaringiz zo'r, chunki gazi bor, paroglari bor. Daja tonirovka urib qo'yilgan, ruxsati bor aka? Daja tonirovkaga ruxsatlarigacha bor ekanda, tayyor ekanda mashin. Puliga kelsa agar 15800 dollar narxlanyapti mashin, savdosi bor dedilar. Albatta aloqaga chiqinglar. 15800 dan chiroyli qilib kelishtirib berar ekanlar aka. Kraskasi radnoy. Telefon nomerini aytib bering aka. 77lik 092 51. Salomat bo'ling. Trekkerlardan ko'rsatamiz, LTZ'dan aziz obunachilar, mana LTZ premyera har xillardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Oq rangidan LTZ. Aka, qancha yurgan mashin? 43 ming yurgan mashin. Benzinda ekan aka?
Benzinda gaz qo'yilmagan. Kraska tozami aka? Kraskalarigacha toza, 43 ming yurgan deyaptilar. Biz qiluvchilarda o'sib, LTZ'dan ishlari salon qismlari mana bemalol ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Holati yaxshi, tozagina, akkuratgina holatda turibdi. Polni zavodskoy holatda aziz obunachilar. Bir qo'l hisob ma'lumot deyaptilar mashinada. Hech qanaqa ayb yo'q. Mashin benzinda, ammo balon holatlari, paroglar qo'yilgan ekan faqat. Bitta parog qo'yilgan, lekin mashin benzinda polni stok holatda turibdi. Xo'p, puli qancha aka? Puli 15300 so'rayapti. 15300 so'ralyapti. Savdosi bor, bir qancha bir 14700 ga gapirsa bo'ladimi aka? Yo'q, unga bermadim. Bu men 14700 ga bermadingiz. 15dan 100 o'tib beraman. 15 dan bir 100 o'tib beramiz deyaptilar. 15 lar atrofida deyaptilar. Barterga ham gaplashsa bo'ladimi aka? Bo'laverar ekan barterga ham. Telefon nomerini aytib yuborasizmi aka? 77lik 092 51 51. Salomat bo'ling.